bitta narsani sizlarga ko'rsataman. Istanbul ekomarkaziga chinozlik bemorimiz birlamchi 13 yillik bepushtlik bilan murojaat qilib keluvdilar. Tekshirganimizda bemorimizni xo'jayinlarining urug'ida jiddiy muammolar hamda bemorimizni ikkala tarafdan bachadonlaylarining yopiqligi bor edi. Shuning uchun eko amaliyotini tavsiya beruvdik. Bemorimizga demak eko amaliyotini qilganimizdan keyin a'lo sifatli embrionchalar paydo bo'ldi. Ularni bachadonlarga qo'yishdan oldin albatta gistroskopiya amaliyotini ham qilib, bemorimizga shu embrionlarni transfer qilganimizda ilk urinishda homiladorlik yuzaga kelgandi. Hozir esa ushbu homilani sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana bachadon, mana homila xaltachasi. Bu yerda homila ikkita ekan. Birinchi homila, Alloh mahkamidan bersin, nimani ko'ryapsiz? Yurak urishini. Yurak urishini ko'ryapsiz. Muborak bo'lsin. Ikkinchi homilada bu yerda nimani ko'ryapsiz? Yurak urishini. Alloh mahkamidan bersin, eson-omon qo'lingizga sog'lom farzandlaringizni olish nasib etsin. Hurmatli obunachilar, sizlar ham shunaqangi go'zal natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta barchasi Allohdan, lekin Istanbul ekomarkaziga murojaat qilib keladigan bo'lsangiz, shularni sababini qilishga qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. Alloh mahkamidan bersin, salomat bo'linglar.